oddiy qizil rangimizni olamiz, devorimizga yaxshilab sachamiz do'stlar. Sachganimizdan keyin esa do'stlar, shuni loyimizni olamiz, loyimizni yaxshilab bitta surkaymiz do'stlar. Surkaganimizdan keyin do'stlar shuni paqirda suvda olamiz. Sachida xom bo'lsalaring do'stlar, 20 yilgacha garantiya berishadi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'lib, любой joyga borib xizmatlarni ko'rsatib berishaveradi. Eng asosiysi ishlab chiqadigan joyiga 20 yilgacha garantiya berishadi do'stlar. Ushbu xonadonimiz 1,5 ming kvadrat metrga juda chiroyli holatda qilib berishgan do'stlar. Eng asosiysi 1 kvadrat metr bor yo'g'i 100 ming so'mdan suv tekin narxlarda do'stlar. Bu travitin emas do'stlar, travitin bilan adashtirmanglar do'stlar. Bu marmarino bo'ladi do'stlar. 1 sloy gruntovka, 2 sloy marmarino, 2 sloy polirovka, 2 sloy jemchug tretsi laklardan qilib berishgan do'stlar. Nima uchun 20 yilgacha garantiya berishadi deydi xomsa? Chunki o'zlarida mahsulotlar bo'ladi do'stlar. O'zlari ishlab chiqarishadi, o'zlarida polnis mahsulotlar bo'ladi do'stlar. 35 ta brigadalar bor do'stlar. O'zbekiston bu joydan tochkasidan aloqa chiqadigan bo'lsalar, bemalol qilib berishadi. Agarda xohlasalar, yo'q menga travitin ham kerak deydi xomsa, travitin qilib bersa 1 kvadrat metr narxi keladi do'stlar. Bor yo'g'i 90 ming so'mda travitin ham qilib berishaveradi do'stlar. Bu hozirgi kunda 2023-yilda rosa trendga chiqqan marmarino bo'ladi do'stlar. Bitta ahamiyat berib bersa, bilasizlar, juda ham chiroyli holatda qilib berishgan. Hozirgi kunda ushbu Fayzli xonadon Namanganda juda chiroyli holatda qilib berishgan. Kimga shunaqa xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqaverasizlar.